Jalol Qochiyev. Nima deyishding? Ayam o'ldiradi. Bagajga olib bering. Yo'l! Oyoq kiyimda kirma. Sifat bichasida o'g'lim chiqdi. Nimaga sandiqdan sifatni pechinasini o'g'irlading? Ay! Aya, go'ringizga olib ketasiz pechenani. Nimaga qo'shnini tualetini qo'yapsanlar? Tavba qildim. Yozda faqat bet qorayar ekanda. Oyjon, urushmang. Yana qayta kelsam dunyoga onasidan qaytib yandeks qilmagan bo'lardim. Men qachon ko'karaman? Nima emish? Tashkentlik bo'lmasang, endi Toshkentda yandeks qilib bo'lmas ekan. Nima? Tursunboylarga qo'shilib endi Qozog'ga, Rossiyaga ketamanmi? Bezibmi? Dastlabkadan tushibdi. Voy, onasini emsin, o'zi dastlabga tinch. Odamlarning qosh-qog'iga qarab ketgandan ko'ra, boraman, dastlabkasini big'illataman, qaytaveraman. Joningdan bir mazza bo'lsa mazza bo'ladi-da. Voy, latam qani? Alyo, aka, dastlabkasini olib keldim, domni pastda turibman. Ha, yaxshi keldingmi? Orqangdagi Malibuni ochaman, ichidan kiyimimni olgin esimdan chiqib qopti. Baribir tepaga chiqasan-ku. Bo'ldi aka, olaman. Nechinchi qavat o'zi? 9-qavat. Lift ishlamayapti. Tez-tez chiqib ko'p gapirmasdan. 9-qavat lift ishlamayapti? Ha, keldingmi ukam? Qo'lingdagini shilkaga ilginda, xuddi oshxonaga olib kiraver. Shu kunlarda yuragim boshqacha uryapti. Ha, shu yuragim to'xtab qolishdan xabari yo'q hozir buni-chi? Ular ham tirikchilik qilib yuribdi-da, Yandex qilaman. Assalomu alaykum, shefim, o'tiribsizmi? Nimami shef? Kirlaringizni qayerga yechgansiz? Xonangizdan topolmayapman. Nima qilasan? Yurib qo'ying, mahallaga gapiraveryapti, e'tibor bermayapti ekan deb. Ha, shartmas, bir jipga choy qo'y. Choy? Uni ham qo'yamiz, hamma narsani qilamiz. Bugun bekarchimiz, sizni ketamiz. Undan oldin mana shuni yegizib qo'yay, o'zim niyat qilganman. Yaqinda Yandexchilarga bitta ta'rif kiradi. Madikar degan. Faqat ish qilamiz, xo'pmi? Qani? Ha, shartmas. Undan keyin ovqat solib qo'yaman kechga. Ya, o'zim niyat qilganman, qo'ysangchi, qani amakisiga. Qanday bo'lar ekan? Zo'r bo'ladi. Samolyot qilamiz. Bir, amakisiga shu, ikki, qani. Sekinroq archilib yuborasan. Suvdan ber endi. Mana, aka bir hazillashdim-da. O'rtog'ingmanmi hazillashasan, ha? Senlarni men odam qilmasam, it odam qilmaydi. Tavba qildim, aka. Shuncha vaqt jim turganimiz yetar. Gapirish vaqti keldi. Hurmatli ayollar, butun uylangan erkaklar nomidan gapiramiz. Bugundan boshlab faqat uyda erkakning aytgani bo'ladi. Undan keyin bizga telefon qilib, "Qattasiz? Nima qilyapsiz? Kim bilansiz?" degan savollarni bermanglar. Kim bilan, qatta, qachon yurishimizni o'zimiz hal qilamiz. Va bizning ichimizdagi eng og'riqli mavzu, bir oy itda ishlab topgan pulimizni o'zimizga ishlatishni xohlaymiz. Pulimizni tortib olishib bas qilinglar. Nima u 05 bo'lib hammani yoningizga yig'ib baqir-chaqir qilyapsiz. Tez oldimga tush uyga. Va o'zim bilaman qachon uyga borishni. Toy bola, tilingiz chiqib qoptimi? Hoziroq oldimga tushib uyga kirmasangiz, bir hafta ko'chada qolasiz. Tushuntira oldimmi? Bolalar, biz erkakmiz. Endi orqaga yo'l yo'q. Qo'rqmaymiz. Faqat mensiz. Bir hafta ko'pda uzr. Onajoningiz kechir meni. Adashib ketdim-da. Mana bandada hamma xato qiladi. O'zi unaqa miting-piting qilmoqchi emas edim. Uni kalmani yo'ldan urdi, ko'zing gula yo'l, soching to'kil. Xotiniga nima deydi bilmayman. Yurmasang ovqat qilib beraman. Qo'lingizdagi qog'oz nima? Bumaga bunga e'tibor berma. Yur, masashib qo'yaman, ovqat qilib beraman. Ketdik, go'zal. Biz xotinimizdan qo'rqmaymiz. Erkinlik bering ayollar. Azim, qiskin o'rtoq. Hozir bittasi ham shunaqa miting qildi, oldiga solib itda yeb ketdi xotini. Sen ham xotining keladi hozir, sharmanda bo'lasan. Qo'y o'rtoq. Ketdik bolalar. Ishonma. Erkakmiz-ku. Adashib ketdim. Bolalar,
O'qishni ham bitirdik. Yo'q bo'lib ketmalaring, yig'ilib turamiz, gap o'ynaymiz. Bizga bitta jo'rabosh kerak bo'ladi. Ulug' san bo'l, yoshingdan aktivsan-ku, gapga ham ustasan. Jo'raboshi? Farqi yo'q. Birinchi gapni nech puldan o'ynaymiz? 1 milliondan. Yo'q, 8 mingdan. 500 mingdan o'ynasang-chi? Bo'ldi, 500 ming jo'rabosh etdi. Bo'ldi, 500 ming. Har oylik bo'ldi. Yo'q ketmalar. Zo'r ekan-ku bu. Ulug', mana 100 maniki. Qolganlarga ham tezlashtirsin. Alo, ikkita odamniki? Bo'pti, kech payt 200 tashab keturlar uyimga. Hop. Vau, biznesmenmisiz? Hamma sizga pul tashab ketyapti. Ayyo, jo'raboshmanmi? Zo'r. Bolalar, sallam-bot yig'ishimdan maqsad ertaga Ahmad to'yiga hamma $50 dan to'yini olib kelsin. 50 kam emasmi? O'rnimga jo'rabosh bo'lasanmi? It bo'lib ketyapti, gapirsam. Qilmagin menga. Gap qo'shmagin bo'ldi, o'rtoq. Hop. Bo'pti, Ahmadni oldiga ketdim. Akalar tezlashamiz. O'rtoq, hayajonlanmayapsanmi? Yo'q, ne hayajonlanaman. Bizga nima xizmat? Qara bolalarni yarim nikohga etmoqchiman. Yarim nahkarga o'zing tanlab berasan. Sen ikkalasiga kelgin. Jo'raboshsani. Men jo'rabosh bo'lib sallaga yetyapman. 2 safardan beri o'tirishga kelmayapsanlar. Shundoq rudan chiqarib yuboraman. Bo'ldi, o'rtoq, bosh qaytarilmaydi. Boramizlar hammasiga. Gaplaring deysiz qillaring. Ay, tushadimi? Qurbonmi, gapini pulini qachon berasan? Umrimni yevordi, sen jo'raboshsan, yig'ib berishing kerak edi. Bir haftada ber. Anaqa sen o'zing berib tur, men senga beraman aka. Davay. 9 ta bolalikni berdim. Sen 10-chisi bo'lasan, kakiras. Bo'l, tushundim masalani. Bilasan, to'yga ancha pul ketadi. Boladan to'yini ham yig'ib ber, hammasiga berganman-u. Nima qilay? Telefon qo'yman, Telegramdan yozyapman. Bittasi javob berayotgani yo'q, eshiging tagiga kalat qo'yib yota olmayman-u. Ne asabiylashyapsan? Jo'raboshsan-ku, vazifa-ku sani. Ertaga tog'ga ketyapmiz. Sallam yurlaring, anchadan beri qo'shilmayapsanlar. Ha, xo'jayin ruxsat bermaydi. O'sha ruxsatni men olib bersam chiqasanmi? Mani pulim yo'q-da. Men qarz berib turaman senga, borsalaring bo'ldi. Anta bolalar ham gapirib boryapti, jo'raboshi bo'lib turib, bolalar yig'olmayapsan deyapti. Qo'y, kreditlarim ko'p, ishlashim kerak bo'pti. Bo'pti, o'rtoq. Ey, kreditlaringni men olib bera qolay. Hech bitta shu ish qoldi qilmaganim. Og'aynigarchilik bitta menga kerak-ku. Qarash. Kim u? Assalomu alaykum aka. Shunda Alisher yo'qotib olasizmi? Dam olgan ketotdi deydiganlar bilan. Hop, hozir. Hop. Aziz turdingmi, ha? Nima masalan, bitta yo'qotishim kerak hammani, ha? Bo'llaring tez hali bozorlar ham qilinmagan. Yig'ali. Ya aka begonalar, biz o'zimiz ham mahallada og'aynilar. O'rtoq, shu bilan urush ketdi. Serios. O'rtoq bu senga. Chet eldan olib kelishingga. Bolalarni har doim yig'aman deb jon kuydirasan, asabiylashasan-ku. Gap pulni to'lib olsin, hammadan o'zing pul chiqasan. Qancha vaqt ketsa ham. Kimni to'yi bo'lsa bolalarga har tomonlama yordam qilasan. Qaysidir bola kelmay qolsa borib olib kelasan, kurudan qolib ketmasin deb. O'rtoq, hammasi uchun Rahmat. Hey! To'g'ri telefon qil Rahmatullaga. Qanaqa